Video ostidagi ssilka bo'yicha o'tganimizda biz quyidagi holatga tushamiz. Bu yerda sariq tugmada mana o'zi bitta turibdi, Open Account tugmasini bosamiz. Demak, birinchisida o'zimizni yashab turgan yurtimizni kiritamiz, ya'ni O'zbekiston. Ikkinchi qatorda Gmail pochta kiritamiz. Iloji boricha Gmail bo'lsin do'stlar. Yahoo, Yandex yoki bo'lmasa Mail.ru ni men tavsiya qilmayman. Faqat Gmail pochta bo'lsin iloji boricha. Pochtani kiritdim. Endi parol o'ylab topamiz. Demak, parol qo'yayotgan paytimizda 8 tadan 15 tagacha harf bo'lishi kerak. Mana oxirgi qatorga qaranglar, don't use special characters degan yozuv turibdi. Ya'ni har xil simvollarni, belgilarni qo'ymaymiz. Masalan, deylik, hamma o'zini ismini yozib turib, tug'ilgan yilini yozib qo'ysa bo'ladi. Akmal katta harf bilan 1994. Bo'ldi, tamom. Hech qanaqangi pastdan chiziqcha yoki bo'lmasa chiziqcha, qanaqadir belgilar qo'yish shart emas. Mana shu ham parol o'rnida o'tadi. Mana qaranglar, men parol yozdim. 4 tala qator ham galishka turibdi yashilda. Demak, men parolni to'g'ri qo'ydim. Hammasini to'g'ri kiritdim do'stlar. Endi continue tugmasini bosaman. Demak, biz уже kirdik kabinetga. Bu yerda demo account, real account degan hisoblar chiqdi. Bularni ochish shart emas, prosta tepada X bosamiz, ya'ni zakrit qilamiz. Menyuga kiradigan bo'lsak, long out tugmasini bosamiz. Pastda выход degan tugmani bosamiz. Biz chiqib ketdik hozir kabinetimizdan. Endi Google Chrome ga kiramiz-da, poiskka xnas.com deb yozamiz. O'zimiz ruchnoy kiritamiz. Kirdik. Yana open account tugmasini bosamiz. Biz kabinetga kirishimiz kerak-ku. Bosganimizdan so'ng do'stlar, pastga tushamiz-da, biz o'sha registratsiyadan o'tdik. Bizga registratsiya kerak emas. Endi sign in now degan tugmani bosamiz, chunki bizda o'sha account bor. Demak, birinchisiga o'sha Gmail pochtamiz va parolimizni yozamiz. Registratsiya paytida login parolimizni albatta bloknotga yozib qo'yamiz do'stlar, telefonda qolib ketmasin yoki miyada qolib ketmasin, sababi parol esingizdan chiqib qolishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Shuning uchun daftarga обязательно yozib qo'yamiz do'stlar. Demak, men hozir login parolimni kiritdim, continue tugmasini bosaman. Ko'rib turganingizdek do'stlar, mana kabinet menga ochildi, o'zi mana tayyor shot ham berdi. Mana ko'rib turibsizlar, MT5 real 919 243 88 raqamli bizga shotni sistemamiz avtomatik ravishda berdi. Bizga bu shot kerak emas, shuning uchun xohlovchilar qoldirsa, masalan, men shunday nastroykasiga kiraman-da, mana burchakda turibdi. Shuni ustiga bosaman-da. Arxiv account eng pastdagini tanlab arxivga o'tkazdirib yuboraman. Men o'zim boshqatdan yangi shot ochaman keyinchalik. Buni ham sizlar bilan ko'rib chiqamiz keyin. Endi qaranglar. Bizani qiladigan ishimiz birinchi o'rinda verifikatsiyadan o'tish. Shuning uchun become a real trader tugmasini bosamiz. Tepada turibdi. Verify email, ya'ni biza hozir Gmail pochtamizni verifikatsiyadan o'tkazdirishimiz kerak. Send me a code tugmasini bosamiz.